talabalarning hayotida eng dolzarb mavzulardan biri tortinchoqlikni bartaraf qilish va negativ fikrlarni yo'qotish vaqti keldi degan trening dasturlarini o'tdim va ijobiy natijalarga erishdim deb o'ylayman. Yanada oqlashga harakat qilaman va sizga bizga yaratib bergan imkoniyatlaringizdan tashakkur etaman. Ozgina hayajondaman o'zim. Sizlar faoliyatinglarni qanchalik kuchaytirsanglar, qanchalik kengaytirsanglar, qanchalik ko'paytiradigan bo'lsanglar, mana shu kabi yoshlarimizga biroz yordam bo'lgan bo'lardi. Sizlar tez yordamsizlarda. Va global bo'lgan muammosini hal qilish kerak bo'lgan muammolarni talabalarni alohida chaqirib terapiya 8 tadan 10 tagacha bo'lgan terapiyalarni o'tkazsak. Bu talabalarga biza psixologlar ogohlantirish beriladi, hech qanaqa oshkorona qilinmaydi, anonim holatda saqlaniladi. Klubdagi 4 ta 5 ta odam birlashib qayta hayotga qadam qo'yishida agar unda umid uyg'ota olasizlarmi? Buni hayotga qaytarib qo'yib yuboradigan bo'lsak-chi, mana shu klublarimizni qilayotgan ishimizning natijasi shu, foydasi shu bo'ladi. Bo'lmasa, prosta hisobot uchun, prosta rasmga tushirish uchun, video uchun qilayotgan ishlarimizni umuman foydasi yo'q. Boshida ham aytdim.